Bir necha oy ichida dasturlashni o'rganishni xohlaysizmi? Bu kurs aynan siz uchun. Assalomu alaykum do'stlar. Kursimizga xush kelibsiz. Men Shohroz va Super Coding kanali. Bu kurs davomida Python dasturlashni noldan o'rganamiz. Dasturlashda tajribangiz bo'lmasa ham bemalol kuzatishingiz mumkin. Bu kursda nimalarni o'rganasiz? Python asoslari, shartlar va sikllar, o'zgaruvchilar, listlar, operatorlar, funksiyalar va tikintir orqali sodda o'yinlar yaratishni o'rganasiz. Python nima? Python bu sodda sintaksli dasturlash tili bo'lib, 1991-yilda Gvida van Rossum tomonidan yaratilgan universal dasturlash tili hisoblanadi. Ushbu dasturlash tili eng mashhur va talabgor dasturlash tillaridan biri hisoblanib kelmoqda. Uni o'rganish oson va ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Masalan, quyidagi sohalarda: o'yin yaratishda, ilmiy hisoblash, vazifalarni avtomatlashtirish, veb dasturlash, veb skriptlar, backend ilovalarni dasturlash va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Daromadi esa boshlang'ich $500 $100 $500gacha. O'rta darajadagilar esa $500 $1500gacha. Senior dasturchilar esa $1500 $3000gacha topadi. Bugun Pythonni telefonda o'rnatamiz va birinchi kodlarimizni yozamiz. Asosiy tushunchalarni esa o'rganamiz. Unda vaqtni boy bermaylik va dasturlashda birgalikda birinchi qadamni tashlaymiz. Ungacha obuna bo'lib qo'ying. Yoqimizda like bosing. Do'stlar, endi Play Martga kirib, telefondagi versiyasini yuklab olishimiz kerak. Buning uchun Play Martga kirib, Pydroid 3 deb qidiramiz. Mana o'rnatilgan. Mana bu versiyalari ham bor. Ular kutubxona va demo versiyalar ekan. Pykod degan bor. Mana bular. Biz buni tortib qo'yamiz va buni ochamiz. Mana o'tgan darsdagi bu master klassdagi. Yangi ochib olamiz. Mana yerdan nom qo'ysangiz bo'ladi. Save. Ruxsat beramiz fayllar ochishga. Nom beramiz. Nuqta pay bilan tugashi kerak. Masalan, loyiha deymiz. Saqlaymiz. Save. Saqlandi. Endi biz ekranga yozuv chiqarish uchun print funksiyasidan foydalanamiz. Print yozamiz. Salom barchaga. Yuklanyapti. Yo boshqa siz ham chiqarishingiz mumkin.
Print chiqaramiz. Tashakkur. Mana ishlashni boshladi. Yoki Google'dan ham ID'sini topsangiz bo'ladi, onlayn ID. Onlayn. Nima deyapti? Chiqarib ko'ramiz buni. Endi bosib ko'ramiz. Shu yerda oddiy ilovodagidek chiqadi. Endi paykod yuklangan bo'lsa, ochib ko'ramiz. Yuklanmoqda ekan. Aytgancha yana interpreter reklama chiqib qoldi. Bunlarga kirsak, interpreter. Kompyuterda rejimga o'xshaydi. Print. Mana xohlasangiz saytdan foydalansangiz bo'ladi. O'rnatilmoqda deydi. Mana ochildi. Sal vaqt oladi. Nima bor Python? Hello World chiqdi. Hozir ko'ramiz. Ajoyib.
Son kiritsak bo'ladi. Sonda qo'shimni siz kiritamiz. Chunki bu int ma'lumot keyingi darslarda tushuntiraman. 78 chiqdi. Bundan muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun paydo etishda maslahat beraman. Hozircha xayr, sog' omon bo'ling.